Hürmetli kuzatuvchilar, Boğat Avto Savdo kanalına abunachlar. Bugün xudo xolasa 23 aprel 2025 yil savdomiz Gentra bo'ldi. Mexanika guruhga 44 ming pulga kirgan mashinamizni Temur og'amizga urgancha berdik. 136 million so'm naqd pul bo'ldi xudo xolasa. Temur aka, tabrik deymiz. Xayrli bo'lsin. Boğat Avto Savdo omad, ishlaringiz rivoj. Rahmat katta gap. Yaxshi. Rahmat sizdan. Uzunlayversiniz. Yaxshigina to'ylaramang. Ishlaringiz rivoj. Do'stlar, kuzatamiz, sotgan avtomobilimiz Gentra bo'ldi. 2022-yil ishlab chiqarilgan 45 ming yurgan ekan. Klassikasi toza, metallar bor. Balon soni hamma joyda tayyor, ideal holatdagi mashinamiz aksiyada turadi. Bu 136 million so'm get xudo xolasa urgancha berdik. Kelsangiz shunday zo'r chiroyli, zo'r chotki senalada mashinamiz ko'p. Avtokredit, barter, naqd pul asosida mashinamizni kelib xarid qilaverasiz. Shuni sotadigan mashinamiz bo'lsam, kelishingiz mumkin. Zo'r qilib savdo qilib beramiz. Bemalol kelaverasizlar. Rahmat.